Mana oxirgi videom qo'yilganiga ham bir kun bo'libdi, ammo undagi aktiv meni qoniqtirmadi. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Seldona bolasi. Hammaga salom, sizlar bilan men Serdo. Bugungi videoda men Minecraftni 3 ta klonlarini tekshirib ko'raman. Qani bo'lmasam, go! Va bizning birinchi o'yinimizning nomi Partycraft. Bu o'yinda siz mashinalarga minsangiz bo'ladi, NPK odamlarni otsangiz bo'ladi va pulga uylar yoki do'kondan blok shunday narsalar olsangiz bo'ladi. Sandiqda ham turadi. Ingizga bosib uni bosasiz va Goto Housing bosasiz. Bu yoqda do'kon bor. Mana boshqacha uylarni ham sotib olasiz. Kutilgan uyni masalan sotib olish mumkin. Live tugmasini bosasiz. Bu 6300 ta pul. Shunday qilib odamlarni qoqib yoki mashinada qoqsa ham bunday qilib o'tirib qolsa pul beriladi. Bunda yangi mashinalar ham qo'shiladi. Bloklarni faqat uyga o'zini uyida qo'yishi mumkin ekan. Shundaman bo'ldi. Uyga sanitatsiya qo'yib qo'ydim. Gazga uyingizdagi narsalar kerak emas bo'lsa, jihozlaringizni ustiga bosing va aylantirsangiz bo'ladi. Limovini bossangiz o'zingizga olasiz. Qopgani bossangiz ichida bor. Agar shuni bosib beldagi sel tugmasini bossangiz, u sotiladi va shunday qilib o'zingizga kerak emas narsalarni sotib soqqa qilishingiz mumkin. Bu o'yin zerikkaningizda juda zo'r. Ammo uning tarafi bilmay uyingizni bilirlarni sindirib qo'ysangiz, uni blokini ola olmaysiz. Blok tushmaydi va yana do'konga borib kelish kerak. Endi keyingi o'yinga marhamat. What the fuck? Nima bu? Bu o'yinning nomi Minecraft. Mana bunday narsalar bor. Big City deganni bosaman, playni bosasiz va keladi. Endi esa 2 yil kutasiz deganda mana keldi. Yo, tugmalarga qolinglar. Bunday qilib qo'yiladi ekan. Yo. Bu o'tiradigan tugmani menda qotyapti. 40 megabaytda. Mana bunday narsalar va yangi tuxumlar menda qotyapti bu o'yin. Va shunday tuxumlar beriladi. Qotyapti bir kirishga shekilli. Endi esa bu yerdan o'tsalamizda o'yinga yana qaytadan kiramiz. Bullet block. Mana kelinyapti. Big Old City'ga kelaychi. Xo'p. Va mana kirib qoldik bu endi qotmayapti Old City. Bunda o'zini skini. Buni bossachi, foto. O'z umidlarini qayerdan ko'radi desam, mana what the help. Mana shunday ekan. Mana shunday olinar ekan. Bloklarni qo'yib, nega bunday qo'yilyapti axir bu? Bunday qo'yilishi kerak va
What the fuck? Bosib turadi ekan u. What the fuck? Nega qo'yilmay turibdi bu la'natlangan? La'nat spawn tuxum. Xo'p, boshqa ko'plab narsalar bor ekan. Masalan, diamond block zerikkanda o'ynashni maslahat beraman. Unda oxirgi o'yinga o'tsak. Diamond. What the hell? What the hell? Oxirgi o'yinimiz Minecraft. Yo my yo, nima bu? Nima bu? What the hell, bro? Button size-ni katta qilib qo'yamiz. Xo'p, bunday versiyalarni men avval o'ynaydim. Oh. Stop. Technoblade? Yo'q, bu Technoblade emas. Almos blade. Wow, lekin bu ham zo'r. Suvliyal qilsa bo'ladi. Va bu ham kichik telefonlar uchun zo'r o'yin hisoblanadi. Minecraftni eski versiyalar avval hammasi shunday edi, endi faqatgina Minecraft shunday shakli. Bu adashmasam 1.12 versiyadagi narsalar to'g'ri shekilli. Narsalarni qanday What the hell, bro? Yoki faqatgina surrealda esa bo'ladi narsalarni. Hop, sinab ko'ramiz. Desam yo'q ekan. Va narsalar shu o'sha bloklarga har doimgidek gap yo'q. Mana va mana bloklar va buni solmasdan ketolmayman. What the hell? Lekin bu teksturalar musil. Yo do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, kanalga like va videoga obuna. Nima deb yuboryapman o'zi? Kanalga obuna va videolarga like bosing. Xayr, sizlar bilan Serdo bo'ldi.